3,5 million so'm shu turishi 12 taligi do'stlar. 8 million so'm Bagatisi Xurram Sulton degani mana akvariumlarga baho berib qo'yasizlar. Aka bunisi nechtalik edi? 18 talik. 18 talik. Qarshiga ketyapti dedingiz. Nech pulga qilib berdi shuni? 14 million so'm. Xo'p, do'stlar, stolda arzon sifatli birinchi qo'l joydan so'rayotganlarga Andijon viloyati Oltinko'l tumani birinchi qo'l usta Shoh Abbos akani ishlab chiqarish sexidan yana sizlarga video obzor qilib beryapman. Aka bu qayerga ketyapti? Sirdaryoga 12 talik Monika Kobra, yog'ochi yong'oqdan-a bulardi. Kraskalar Turetskiy. Xo'p, nech pulga chiqyapti aka oxiri? Aka 6 million 300 ming so'm. 12 talik-a? Xo'p, do'stlar, hozir usta aytayaptiki, aka siz obunachilaringizga shu narxni ichida vodiy bo'ylab dastavkalarini mutlaqo bepul qilib beraman. Uzoq joylar ham telefon qila olsin, iloji boricha arzonroq shopir topib beraman deyapti. Mana birinchi ko'rsatganimiz Namanganda Uchqo'rg'oniga ketyapti, 3,5 million so'mga. Xuddi sizlarga o'xshagan obunachilarimizga ketayotgan mebellar. Buni Samarqand dedingiz. 8 million so'm mana oyoqlari Bagati, arzonimi, Bagatisimi xohlaganidan qilib beradi sizlarga. Ekrandagi nomer mana shu ustagamning nomeri bo'ladi. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. So'rasanglar kataloglar tashib beradi. Xoningiz razmeri bilan murojaat qilsangiz, nechtalik tushadi, nech pul bo'ladi, to'liq mana shu ustadan ma'lumotlarni ola olasizlar. Aka telefon qilsa chiroyli qilib chiqarib berasiz. Do'stlar, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.